Assalomu Zarifpa, qani boshlayapsizlarmi? Xudo xohlasa. Ana arpa undan. Kechagi non qilganingizda. Arpa unidan mana somsa birinchi marta yeymiz lekin bunaqasini nima qilib. Bismillah. Bitta yo'qolmas, men chiqaman sal turib. Olganda yuvib turib turpog'ini. Ana kiyib qo'yasan qizlarga. Qo'ydim. Ha, qolganini ham yopib qo'y. Endi qizlar anaqani ushab turadi. Olim aka, hormang. Assalomu alaykum opa. Rahmat sizni ham. Nima kirmadingiz? Anaqa ushab turishunda siltab bersalaring, atta-batta ushab turishadi. Pishganlari tushadi bana. Ayaqqa tutib, bitta siltasang, katta kishi prosta bilan turishsinmi?